Bugungi sanamiz hafta kunimiz juma, barchalarga juma oyoqlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi sanamiz 13-mart. Qo'yish mana. Ko'pchilik akalarimiz Cobalt so'rashtiruvdilar. Yigi Cobalt bo'lsin, 24 bo'lsin, avtomat bo'lsin deganlarimiz uchun sizlar uchun qidirib topib qo'ydik mana. Balonlarni qarang, yangi holatda turibdi, hali 1000 kilometr ham yurmagan. Mana. Yaxshi yo'llar qo'yilgan. Shu avtomatsiz bonusga bitta ma'lum baram o'zim qo'ldan qo'yib beraman. Ko'rik, probegi 46000 probegda bo'ladi. Xo'sh. Mana test montorlar qilingan, kurga shumka ham qilingan avtomatlarimiz. To'g'risini ko'rsatamiz. Abeslari bor. Metan gazda mana motorlar umuman kulish tegmagan. Bagaj qismini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana. Zapaskalar umuman tushmagan mana massa saqlab turibdi. Mo'jizlar yo'q. Shaxsan o'zim kraskasiga probega garantiya beraman. Qanday bilan barchasi qiziq kelasizlar. 11600 avtomasini xalq qilsangiz mumkin. Yo'q, aka kirib yo'laman deganlar uchun asliga 1500 pullar bo'lsa bitta pasviyazga kelib xalq qilsangiz bo'ladi. Qolgan barchalarni shunaqa yaxshi videolar o'tkazib yurmaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lish mumkin.